Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövanda diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini bo'lsin. Dunyo mahbus yozuvchilar kunida yolqin ro'zni qo'yib berish chaqiriqi e'lon qilingan. 15 noyabr kuni Dunyo mahbus yozuvchilar kuni munosabati bilan Xalqaro qalamkashlar jamiyati Angliya poytaxti Londonda o'tkazgan mahbus yozuvchilar kunida Xitoy turmusida yetayotgan Uyg'ur yozuvchi va obzorchi Yolqin Ro'zni himoya qilish chaqiriqi e'lon qilish bilan birga Yolqin Ro'zning shartsiz qo'yib berilishini talab qilib, Xitoy hukumatı va BDTga sonaldigan bir imzo to'plash faoliyati boshlagan. Her yili 15 noyabr kuni yeziqchilik va ilmiy tadqiqotlar sababidan tutqun qilingan qalamkashlarni aslash va ularning huquqini qo'g'dash maqsadida Xalqaro qalamkashlar jamiyati tomonidan Dunyo mahbus yozuvchilar kuni qilib bekitilgan bo'lib, har yili 15 noyabrdan 10 dekabrgacha bo'lgan mezgilda maxsus chaqiriq e'lon qilinib kelmoqda. Xalqaro qalamkashlar jamiyatining bu yillik himoya qilish tizimligiga Uyg'urlardan Yolqin Ro'zi, Venezueladan Rory Beranker, Algeriyadan Muhammad Tajiddin, Gruziyadan Meziya Amaglobili qatorliq 4 nafar mahbus yozuvchi vakil sifatida tanlangan. Xalqaro qalamkashlar jamiyati torbitida va ijtimoiy taratqushlarida yuqorqi yozuvchilar uchun ayrim tunishtirib chaqiriq e'lon qilgan bo'lib, Yolqin Ro'ziga atalgan chaqiriqda uni darhol va shartsiz qo'yib berishni talab qilgan. Xalqaro qalamkashlar jamiyati bayonotida Yolqin Ro'zi Uyg'ur madaniyatini himoya qilganligi jinoyat hisoblanib, qalam orqali tinch yo'l bilan Uyg'ur madaniyati va kimligini ilgari surishni tashabbus qilganligi, Uyg'ur madaniyati, tili va kimligini qo'g'digan uchun jazo o'tayotdi. Uning Xitoy Ma'rif ministrligi tasdiqlagan Uyg'ur darsliklarini nashr qilgandan keyin tutqun qilinishi Ma'rif madaniyatining ifodasi va taraqqiyparvarlikning erkinlikka qarshi ochiq-oshkor hujumidir deganini ta'kidlab, Xitoy hukumatidan Yolqin Ro'zni darhol qo'yib berish, bexatarlikni kapolatga ega qilish va Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan sistemalik qirg'inchilik siyosatini to'xtatish talab qilingan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 15 va 16 noyabr kunlari Tayvanda o'tkazilgan Tibet masalasi xalqaro muhokama yig'iniga qatnashib, Uyg'ur masalasini kun tartibga kelgan. Tayvanda o'tkazilgan 2 kunlik Tibet masalasi xalqaro muhokama yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyi alayda taklif bilan qatnashgan bo'lib, bu muhokama yig'inida qurultay Xitoy ishlari komiteti mudiri Saud Mahmad o'xshamagan 3 minbarda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan assimilyatsiya va qirg'inchilik siyosati haqida doklad bergan. Mazkur muhokama yig'inida Hong Kong, Auman, Mongoliya, Tibet, Uyg'urlar va chet eldagi demokratik Xitoylarning harakatlari, milliy guruhlar kelgusini taraqqiy qildirish uchun yangi vaziyatga qanday inkas qaytara oladi va o'rtaq nuqtalarni tepish qatorliq temalarda muhokama olib berilgan. Mazkur yig'inda so'z qilgan Hindiston Tinch okean strategik o'ylanish markazining bosh ijroiya amaldori Akiyo Yayta Xitoyning oz sonli millatlar va dinlarga qaratgan siyosatining oz sonli millatlarni assimilyatsiya qilish va dinlarni yo'qotish ekanligini o'ttirib qo'yib, Xitoyning atalmish 5 bo'lginchilik harakati deb atagan Tayvan mustaqilligi, Tibet mustaqilligi, Sharq Turkiston mustaqilligi, Hong Kong mustaqilligi va Ishki Mongoliya mustaqilligi haqida to'xtalib, bu 5 davlatning ichida mustaqillik ehtimolligi eng yuqori bo'lgan davlatning amaliyotda mustaqil Tayvan ekanligini, Tibetning 2-chi o'rinda turadiganligini va orqadan Sharq Turkistonning keldiganligini tilga olgan. U yana agar Xitoy o'zining davlat terrorlik harakatlarini davomlashtirsa, kelgusida Tibetning mustaqil davlatga aylanish ehtimolligining nihoyat yuqoriligini ta'kidlagan. Dalay Lama Tibet diniy fondining raisi Kelsang Gyaltsen amaliyotda Xitoy siyosatining asosli nuqtasi millat, din va davlatni yo'qotish ekanligini, ishg'ol qilingan bu 5 davlatda xalqlarni milliy va davlatchilik ideyasini yo'q qilish uchun rayimsizlarcha bostirayotganligini ta'kidlab, bu xil yig'inlarning Xitoyning hukmronligi ostida azob chekayotgan Uyg'ur, Mongol, Hong Kong, Tibet va Tayvanliklarni zulm qarshi birlashtirganini o'ttirib qo'ygan. Yig'in oxirida qatnashchilar bu yig'inning o'rtaq bayonotini muzokara qilib ma'qullagan bo'lib, mazkur bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyi Xitoy ishlari komiteti mudiri Saud Mahmadning barliq millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi e'tirof qilinishi va hurmat qilinishi kerak degan taklifi ma'qullangan. Shvetsariya Uyg'urlari Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash va Shvetsariya Uyg'urlari orasida qarindoshlik mehrini kuchaytirish uchun yig'ilish o'tkazgan.
Muşu ayının 16 günü Shvetsariya Uyg'ur jamiyatining tashkillashida Shvetsariyadagi Uyg'urlar bir yerga jam bo'lib, Sharq Turkiston Cumhuriyet kunini xotirlash, vatanimizning hurligi, mustaqilligi yo'lida qurbon bo'lgan shahidlarni eslash va ularning ro'yiga atab duo tilovat qilish, Shvetsariyaga yangi kelgan qarindoshlar bilan uchrashish uchun Shvetsariyaning Argov kantonida yig'ilishgan. Mazkur faoliyat oldi bilan Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlanib, orqadan shahidlarning ro'yiga atab xatmi Qur'on o'qilgan. Mazkur faoliyat so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Sahiya komitetining mudiri Andili Qarxonli apandi chet elga panoh tilab chiqqan har bir Uyg'urning kimligining o'zi Xitoyga nisbatan siyosiy kimlik ekanligini, shundaqla Uyg'ur kimligining o'zining Xitoy uchun tahdid va Xitoy tarafidan jinoyatlashtirilganligini, bundaq ahvolda ba'zi kishilarning chet elda va Yevropadek bir demokratik yerda turibmi Xitoyning soyasidan qo'rqib yashashining to'limi kulkilik ahvol ekanligini ta'kidlab, chet ellardagi birlik, ittifoqlik, qarindoshlik rishtini kuchaytirish va milliy kimlikni saqlab qolishning yo'lini mushnaq yig'ilish va namoyishlarga qatnashish ekanligini o'ttirib qo'ygan. Shundaqla bir qism kishilarning siyosiy panohlik tilash va Yevropaga kelish jarayonida yo'liqqan qiyinchiliklarni tilga ilib, Uyg'urlarning bir-biriga ega chiqish majburiyatining borligini, chet ellardagi har bir Uyg'urning o'ziga emas, balki bir millatga Uyg'ur degan nomga vakillik qildiganligini, shunga bir qism kishilarning Xitoyning zulmidan qochib kelganligini aytib panohlik tilab, orqadan muhojiratda o'z millatidan qochib yolg'iz yashashni tanlashi va xalqdan ayrim qilishning amaliyotda yolg'onchilik va o'z-o'zini aldash, bechorlik ekanligini aytib o'tgan. Bu faoliyatda Shvetsariya ona tili maktabining o'quvchilari Cumhuriyet kunimizga atalgan she'rlarni deklamatsiya qilib, qizg'in olqishga erishgan. Türkiye Cumhuriyeti Yangidan Refah Partiyasining 3-navbatlik mamlakatlik qurultayiga Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Professor Dr. Erkin Ahmet qurultayga vakolatan har qaysi davlatlarning elchilari qatorida alohida taklif qilingan. Türkiye poytaxti Anqarada 11 ayning 16 kuni Türkiye Cumhuriyeti Yangidan Refah Partiyasining 3-navbatlik mamlakatlik qurultayiga Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Professor Dr. Erkin Ahmet Dunyo Uyg'ur qurultayiga vakolatan har qaysi davlatlarning elchilari qatorida alohida taklif bilan qatnashgan. Marhum Najmiddin Erbakan hojining o'g'li Fatih Erbakan qurib chiqqan Yangidan Refah Partiyasi Turkiyada 6-cho'ng partiya bo'lib, Türkiye Cumhuriyeti Milliy Majlisida 6 millat vakili bor. Bu qitimqi qurultay mazkur partiyaning 3-navbatlik qurultayi bo'lib, qurultayning ichilish so'zini qilgan Dr. Fatih Erbakan Najmiddin Erbakan hojining zulmatidagi Sharq Turkistonga soyib chiqish va uni unutmaslik partiyamizning milliy xitobnomasidir deganini ta'kidlagan. Mazkur qurultayga Turkiyaning har qaysi joylaridan 20 mingga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, har qaysi davlatlarning elchilari qatorida Dunyo Uyg'ur qurultayi va qurultayning bayonotchisi Professor Dr. Erkin Ahmetning ismi tilga ilingan. Yine Profesör Doktor Erkin Ahmet, Doğu Türkistan Dünya Uygur Kurultay temsilcisi. Dunyo Uyg'ur qurultayining taklif bilan davlatlar va ularning elchilari qatorida Yangidan Refah Partiyasining 20 ming kishilik qurultayiga qatnashishi, mazkur qurultay qatnashgan chet el diplomatlari va qatnashchilar orasida Dunyo Uyg'ur qurultayi va ularga bo'lgan qiziqishni uyg'ondirgan bo'lib, Yangidan Refah Partiyasining bu qurultayda Türk bayroqlari va har qaysi davlatlarning bayroqlari qatorida Sharq Turkistonning oyul tuzliq ko'k bayrog'i yer olgan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyingi qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.